Assalomu alaykum hammaga. Dedan mahallasida yashovchi Xo'jamurodov Fazliddin aka xonadonidamiz. Qarindoshi Yo'ldoshev Sardor Agrobankdan 50 million so'm kredit olib, mahalla loyihasi nomli kreditdan 50 million so'm kredit olib, avtomobillarni mayda ta'mirlash yo'nalishida kredit olgan. Mana avtohalokatga, avariyaga uchragan mashinalar olib kelingan, sozlashga, ta'mirlatishga. Mana avtomobillarni svarka qiladigan apparat ekan. Mana bu joyda mana avtomobillar rangiga ishlov berishyapti. Mana kompressor apparat ekan. Bu avtomobillarga rang berar ekan. Hozirda yillik daromadi 60-70 million so'mni tashkil qiladi.